Andijon mebel markazi obunachilari, kafe, restoran, ofis va albatta xonadoningiz uchun stol-stullarni tanishtirib o'tamiz. Aka, buni narxi qancha ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Stol-stullarimiz Turkiya fasonda. Materiallari teddiy material. Juda ham chiroyli dizaynda ishlangan. Oyoqlari temirdan bo'ladi. Oyoqlariga garantiya. 6 kishiligimizning narxini 3 million so'mdan qilib beramiz. Stollar laminat MDF bo'ladi. 1.35 ga 80 bo'ladi razmeri. Chekilari заводской kromka. Yana bir fasonimiz korishniy svetda, materiali teddiy material. Buni ham oyog'i temirdan, halqachalari bor. Bunisining narxi 2 million 900 ming so'm, optim narxi. Chester fasonimiz bor. Orqalarini ko'rsatib qo'ying, tugmachalarini. Oltitalik qancha bo'ladi aka? Stoli MDF bo'ladi, krashiniy bo'ladi. 3 million so'mdan optimga chiqarib beramiz. Oyoqlari temir bo'ladi. Bu fasonimiz ham yangilik. Ranglari ajoyib rang chiqqan, materiallari yangilik keldi. Tvit bo'lmaydi, chang tortmaydi. 10 xil rangi bor. 2 million 900 ming so'mdan bu fasonimizni ham chiqarib beramiz. Xo'p, oranjiy svetda qilyapmiz. Keyin bunaqa milliy ko'rinishda ham chiqarib beraveramiz. Oshxona, restoran, kafelarga juda mos keladi. Mo'yshi bo'lsin deganlarga mo'yshi materialdan qilib beramiz. Seri, qora, korishniy hamma sveti bor buni ham. Buni karkasi boshqacha bo'lar ekan, aka? Qo'l qo'yib, suyanib o'tiraman deganlarga mana kresloli fasonimiz bor. Bunga o'tirib, bemalol suyanib, qo'l qo'yib o'tirilaveradi. Yosh bolalar uchun ham juda qulay, yonboshga tushib ketib qolmaydi. Xo'p, 8 kishilik naborimiz bor. Stolini ranglarini ham ko'rsatib qo'ying, juda ham ajoyib chiqqan. Chekalari заводской kromka, razmeri 1.80 ga 85. Materiallarni tanlab olish imkoniyati bor-a? Materiallarni aytgan rangidan qilib beraveramiz. 20 xil rangi bor. Yangi modelimizni qora rangda ham ishlab qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Hop, 2 kishilik, 4 kishilik, 6 kishilik, 8 kishilik, 12 kishilik cheklanmagan miqdorda, xohlagan ranglarda, xohlagan fasonlarda tayyorlab beramiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlab chiqaruvchini o'zidan xarid qiling, inshaalloh xursand bo'ladigan holatda qilib beramiz.